Qadrdonlar, O'zbekistonda yangilik. Uyda ichiga steyashka quysangiz, albatta sovuq bo'ladi, sababi steyashka nam o'tkazadi, zak o'tkazadi. Lekin mana shu Farg'onani Qo'shtepasidan ustakalarimiz yangi yil qilib tomga quyilyapti turgan pena betonni xonadonga quyib beryapti ekan. Ya'ni u pena betonimiz nam, zakni tevaga o'tkazmaydiganidan bo'ladi, o'ziga namni shimimaydi. Juda ham zo'r bo'lar ekan. Hozir mana xonadonda bitta urvinga, lazerga tekis qilib, zo'r qilib zasipkani qilishib olgan, pravilada yoyib, endi mana lazerga yoqib qo'ygan. Qaysidir joyi 10 dan baland bo'lib qolishi mumkin, qaysidir joyi mana bitta nimaga qo'yib olgan. Ko'ryapsizlar mana? To'shni 10 da ekan. Hozir shuni akalarimiz pena beton xizmatini qilib beradi. Mana bu xonalardan bitta ko'rsataveramiz. Keyin sizlarga kvadratni xizmati narxini ortib beramiz. Mana qaranglar, bu hozir mana qo'yilib turgan joyi. Endi operator yuring, mana bu xonani ko'rsatib qo'yamiz. Quyilib bo'lgan joyini ko'rsatamiz. Bu video syomkamiz ham Farg'onani Qo'shtepasidan bo'lyapti. Mana qaranglar. Juda ham chiroyli holatda. Bo'lmasa videoni oxirigacha ko'rib, like bosib tursangiz, sizlarga chiroyli qilib anzorini qilib beramiz. Ustaga hormang endi. Salomat bo'ling aka. Charchamayapsizmi aka? Sizlar xohlasa zo'r bo'lyapti ekan aka bu, ha? Misol uchun buni rosa tomlarga chiqargan edik, lekin steyashkani o'rniga ham qilsa bo'lar ekan. Faqat xonadonning ichiga bu, uyning ichiga. Ha. Hovliga bo'lmaydi. Yo'q, sahnalarga bo'lmaydi. Uyning ichiga. Bu endi hozir bu narsa Ali steyashkadan afzalligi nimada buni xonadonga aka buni? Steyashkani afzalligi masalan siz sement olasiz, steyashka qildirsangiz, shag'alini hamma yo'qni olib berasiz. 35 ming 40 mingdan quyib ketishadi. Kvadratini. Biz mana shu holatda 60 mingdan hamma yo'q ichida afzallik tomoni shu utubleniyada issiq narsa. Mashina ustiga hozir mana buni topli pol tagiga qilsa ham bo'ladi-yu. Atak bu topli pol qilinadigan xonadon bo'lmayapti. Sirazi ustiga gilom tashlayman deyapti. Biz o'sha narsani nimadan chiqardik, o'tkizdik. Hozir mana o'zimizni xolamni o'g'lida boshladik, sinovdik, zo'r chiqdi. Mana 4 oy bo'ldi, yashayapti, zo'r issiqligi. Namni o'tkazgani yo'q. O'tkazmaydi. Haqiqatan utublenli narsa ekan bu. Endi mana steyashkani boshladik. Undan keyin haligi topli pol qildi, o'rniga mana buni o'zi ham zo'r effekt beradi aka. Topli pol qiladiganlarga hozir shuna bo'lyapti. Tagiga shundan quyapti-da, falgan tashab, sirazi steyashkasini quyapti. Hali Penaplex olib, baqa qilmayapti. Mana shu o'zi o'tkazmaganlik uchun zo'rda aka, to'g'rimi? Nam o'tkazmaydi. Sovuqda o'tkazmagandan keyin o'tkazmaydi. Issiq. Gilamni tashab o'tirsa bo'laveradi. To'g'rimi? Gap yo'q. Hozir juda ko'pchilikni xonadoniga quyib berdilar-ya bunda. Ko'paydi, ancha ko'paydi. Endi hozir misol oldin tomlarga qilardik, mana endi hozir steyashkalar boshlandi. Steyashka qo'yish. Xonadonlarga steyashka qo'yishdi. Hozir eng zo'r tarafi qaranglar. Shu ketadigan sementi, qumi, usta haqisi 60 ming so'm. Hamma o'zlari bilan keladi. Agar siz steyashka quydiradigan bo'lsangiz, akamiz aytgandek sementini olib berasiz, shag'alini olib berasiz. Undan keyin o'sha bir metriga bo'lsa, metrga, kvadrat bo'lsa yo kuba bo'lsa, kubasiga misol 50 ming 60 ming pul berasiz. Akalarimiz hamma yo'q ichida 10 sm qalinlikda 60 mingdan qilib beradi. Bu 60 ming qayergacha amal qiladi aka endi? Bir vodiy bo'ylabmi yo? Aka, vodiy bo'ylab 60 ming. Vohalarga kelishamiz. Endi Toshkent vohaga kelishiladi. Kelishadi. Lekin vodiyda bo'lsa 60 mingdan qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi. Bu keyin nimalarga ham zo'r ekanda aka, demak, tomlarga, haligi pilta tashlangan joylarga ham, hozir xuddi o'sha narsalarga ham bo'lyapti kakras. Juda ham zo'r. Katta etajli haligi dom quryapti turgan akalar agar zakaz qilsa ham quyib beraverasizlar aka. O'sha domlarning ustiga 1000 kvadratlarni urib kelyapmiz. Urilyapti o'sha narsalar ham. Ahajon aka tortib yuboring. Ahajon aka tortib yuboring ishlarni. Xo'p, qadrdonlar haqiqatda zo'r. Bir kunda necha kvadrat quyib qo'yasizlar aka? 100 kvadratda xudo xolasa bir kunda inshaalloh tayyor qilib bitirib quyib beramiz. Endi aka bir narsani so'raganda aybi yo'q. Bu yerda zasipkasi ham endi qilib berasizlarmi o'zlaring shuni ichida? Aka, zasipkasini qilib qo'yadi. Biz o'zimiz lazerimizni olib kelib, pravilalab, tekis qilib, shu nariyonimizda hozir endi kelib nima qilaring? Quyadigan xonamizga o'xshash tayyor qilishni o'zimiz qilib olamiz. Lekin zasipkasini qilishib qo'yadi. Zasipkasini tayyor qilib berishsa, uncha nolini olib, baqa pravilada yoyib, o'zlaringga biz o'zimiz qo'llab olamiz. Sababi sifatli chiqish uchun. Juda ham zo'r. Tomga necha puldan qo'yyapsizlar hozirgi kunda tomga? Aka, hozirgi kunda vodiy bo'ylab 45 ming. Vodiy bo'ylab 45 ming. Toshkent vohalarga ozgina qo'shilib qoladi. 55 mingdan boshlanadi.
Hoji aka yana bir narsada misol necha kvadrat bo'lsa borasizlar. Vodiyda ham misol 2 xona uyga chaqirsa Namangan Andijonga ketavermasalar kerak yo bor. Ha, yo'q, jichcha bo'lib qoladi. Endi misol qoplamaydi salni aka. bizga bo'lmaganda bir 80-90 tepasida bo'lsa qoplaydi. Agar bir narsa yana, agar xo'p 2 xona uyga chaqirsang ham, lekin sizga qo'shimcha pul bersa borilaveradi. Borilaveradi aka, borilaveradi. Albatta. Borilaveradi aka. Kelishiladi. Kelishib, ha. Gap yo'q, qadrdonlar, mana bu xonamiz hozir bo'lib qolyapti. Keyingi xonaga prямо hozir shinanga olib kirib ketilaveradi. Hozir bu ikkinchi etajgacha ko'tarib beraverar ekanda, ikkinchi etajgacha quyib beraveramiz. Ha, yana siz hali gapingizga 45 minglik ichida, masalan, birinchi etaj 45 bo'lsa, ikkinchi etajga ozgina qo'shilib qoladi. Masalan, ikkinchi etajlardan ham quyib yuribmiz. Aha. Ozgina kelishilgan holatda unisi. Oz qo'shilib qoladi. Balandligini hisobiga. Balandligini hisobiga, mana apparatlarimiz yaxshi chiqarolmaydi. Qiynaladi, remont talab bo'lib, o'shaning uchun shuni hisobiga ozgina qo'shib qoladi. Qadrdonlar, bugungi video syomkamiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan bo'lyapti. Xizmatlar aka butun O'zbekiston bo'ylab kelishilsa borilaveradi aka. Borilaveradi. Ob'yomga qarab. Albatta. Lekin vodiyda narxini aniq yoritib qo'ydi akalar. Vodiy bo'ylab stiyashkani o'rniga quyilsa 60 ming so'm, agar tomga quyilsa 45 ming so'mdan. Tomga quyiladigan ichida izaspan materiali, undan tashqari mana shu xizmati hamma yo'g'i ichida 45 ming so'mdan 10 santimetrgacha bo'lgan aka. Zo'r. Mana qadrdonlar, hozir buni quyib bo'lgan joyini ozgina yetilgandan keyin kirib provilada tekizlab qo'yadi. Chiroyli qilib. Xudo xolasa mana ikkinchi xonani boshladi. Qadrdonlar, mehnatini yoqqan bo'lsa akalarimizni like-ni bosib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Zo'r yangilik bo'pti. Mana shu akalar mehnatini qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak. Kabatulloh bo'lsin.